Assalomu alaykum, hurmatli bozor obunachilar, YouTube kuzatuvchilar. Xudo xolasa. Manzilimiz Sarixon Xoldorbeek Jo'ja bozorida. Xudo xolasa sizlar bilan Buqa bozoridan boshladik akalar. Keyin sizga qilib narxiga o'tib ketaveramiz. Bu bozor buqalarning narxlari, kilolarini xudo xolasa qo'ldan kelsa barakalarni ko'rsatib beramiz. Sizlardan bittadan like bosib, kommentariy yozib bilan obuna bo'lishni unutmanglar. Boshladik akalar. 695 kilo 77 ming so'mdan baraka. 77 ming so'mdan. Hech kim 700 deydimi? 695 kilo ke. 67 ming so'mdan 695 kilo keldi. 67 ming so'mdan. Buqamiz bo'lsa 678 kilo keldi. 678 kilo. 633 kilo keldi. 75 ming so'mdan sotiladi. Sarixonda. Bular ko'tirishdi. 37 million so'm savdosi bo'lyapti. $396 kilo keldi shu buqamiz. $42 million so'mdan qaytaryapti shu buqamizga. $40 million so'mdan qaytaryapti shu buqamizga. Bulan ko'rishdi. $156 kilo ketdi. Shu buqamiz. $70 million so'mdan qaytaryapti shu buqamiz. $63 ming so'mdan savdo bo'lyapti. Rozimisiz? 63 ming so'mdan. 40 million so'mdan qaytaryapti o'z narxi. 63 ming so'mdan savdosi bo'lyapti. Bu aka 66 mingdan beraman deyapti. Savdolar qizg'in akalar. Bu buqamizga navbat 40 million so'mdan qaytaryapti. Bo'ylan ko'tirishlar akalar. $33 million so'mdan qaytaryapti bu buqamizga. Bunisizni ko'rsatamiz. Bunisiga 30 million so'mdan qaytaryapti. Bo'ylan ko'tirishlar. 30 ga 33. Bunisi 40 million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti. Ko'chat buqalar. 40 million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti ko'chat buqalar. Sarixonda. $20 million so'm savdosi bo'lyapti bu buqamizda. 20 million so'm. $70 million so'mdan qaytaryapti. Bulan ko'rib turibsizlar.
45 million so'm narx aytilyapti, 38 million so'm savdosi bo'lyapti. Shu buqamiz. Shular mumkin kerak. 519 kilo ketdi. Shuni bosimiz. Alo. 32 million so'm savdosi bo'lyapti. 499 kilo ketdi taroziga. Qanaqa o'tishgan? Ayoqlarni qarab. 445 kilo ketdi tarozi. Ko'rib turishlar kerak. 70 ming so'mdan deyishyapti. Nechta keldi bu? 445 kilo. 19 million so'mdan kam bor. 18 million so'm bunisining savdosi bo'libdi. Mana ko'chat buqalar aka, sizlarga pullar. Shahrixonda 21 million so'm narx aytilyapti. 20 million so'm savdosi bo'libdi shu ko'chat buqamiz akalar. Mana sotiladi. $23 million so'm savdosi, 23 million so'm narx aytilyapti. 19 million, 20 million so'm savdo qilishyapti ekan shu ko'chat buqamizda. 22 million so'm narx aytilyapti. 19 million so'mga berilmabdi shu ko'chat buqamiz. Necha pul ekan bunisi? Necha pul qilishdi? 20 million so'm narx aytilyapti. 17,5 million so'm savdosi bo'lib shu ko'chat buqamiz akalar. Men like bosib qo'yaman. 22 million so'm baho aytilyapti. 19,5 million so'm savdosi bo'libdi. Mana sizlarga ko'chat buqalarning narxlari. 23 million so'mdan narx aytilyapti. Bunisiga bunisi. 30 million so'm narx aytilyapti shu buqamizga ko'chat. 29 million so'mdan ko'chat buqalar sotiladi. Necha pul ekan bunisi? 26 million so'm kam bor. Shvet oqrog'i. Mana akalar sizlarga narx-navolar. Sementalli. 14 million. Xunajin. Mana sizlarga sotiladi. 5 million so'm narx aytilyapti. 41 million so'm savdosi bo'lyapti har xil ko'chat buqalar. Mana semental. Shvet. Mana aka. 176 kilo ketdi shu xunajinimiz. Kiloga sotilib ketayotganimiz kilosini narxini bilmayapti. 25 million so'm kam bor ekan shu buqamizga ko'chat. Sotiladi Shahrixonda. 9 million 700 ming so'mga baraka o'tib xunajinimiz. Mana Shahrixonda. 21 million so'mga baraka bo'ldi shu ko'chat buqamiz. Shahrixonda akalar 7 million so'mga baraka bo'ldi shu ko'chat buqamiz. 25,5 million so'mga sotilmabdi buqamiz. Mana Shahrixonda akalar 25 million so'm narx aytilyapti shu ko'chat buqamiz.